Eng sevimli ishlarimdan biri bu kundalik yuritish, daftar yozish, bloknot tutish men uchun hobbi. 2013-yildan beri kundalik yuritaman, yozaman. U yerga rejalarimni, xafagarchilik, xursandchilik, topish, yo'qotish hammasini yozaman. Ular juda ko'p. Bugun sizlarga o'sha bitta kundaligimdan birini obzor qilib bermoqchiman. Kundaliklarimni doim biror bir nakleykalar bilan, har xil hayotiy qandlar yeganda, shokoladlar yeganda shularni olib, yopishtirib, go'zal tarzda yuritib boraman. Sababi o'zimga bu motivatsiya bo'ladi. Baribir qanaqadir yaxshi ilhom baxsh ishda insonni ongi rivojlanib, tafakkuri ham kuchaya boshlaydi. Inson o'zini tahlil qila boshlaydi bu orqali. Menga yoqadi bu ish. Mana bu kundaligimda deyarli katta o'zim printerimga chiqargan nakleykalardan foydalandim. Pechatga berib har birini sinchiklab Pinterestda yana qaysidir platformalardan topib, yozib yopishtirib chiqardim. Mana shunaqa yuritaman. Har bir kundaliklarimda yozuvlarim har xil. Chunki har xillik yoqadi. Nimagadir o'sha kayfiyatimga qarab yuritganim sabab ba'zilarida Kirill alifbosida, ba'zilarida lotin alifbosida yozaman. O'zim rus tili ustoziman. Shu kasbim bilan bog'liq ishlarni yoritaman, sayohatlarim bilan bog'liq ishlarni yoritaman. Turkiyaga 2 marta ta'til qildim, sayohat qildim, bordim. Rossiyada mana yashadim 4 yil. Bular hammasi bir uyum xotiralar. Mana bunaqangi pushti sariq ko'k qilib daftarimga o'sha xotiralarimni muhrlab boraman. Eng yoqtirgan sahifalarimdan biri mana shu sahifa. Menimcha bu kunni kayfiyatim yaxshi edi. Chiroyli qilib hafsala bilan yoritgan ekanman hamma narsani. Kundaliklari agar yuritadigan bo'lsanglar, o'zinglarni уже analiz qilishni boshlaysiz. Shunaqa darajada haligilarga qaytganinglarda ham kulginglar keladi. O'zinglarni chetdan nazar solib o'rgana boshlaysizlar bunda. Ham xotiranglar yanada yaxshilanib tiklanadi. Va zaadno, ya'ni bir qatorda bular bilan birga kayfiyatinglar shu darajada ko'tarilib ketadiki, bu narsani tasvirlab berish qiyin. Shuning uchun zudlik bilan kundalik yuritishni boshlanglar. Men endi mana shu hobbilarimni shu yerda sizlarga yoritib boraman. Daftarlarimni ko'rsatib, nima qanaqa qayerda yoqadi deyish u ish menga nimagadir azaldan qildim, lekin video olish to'g'ri kelmadi, vaqtim bo'lmadi. Ba'zida olib joylaganimdan keyin u narsani забросить qilib qo'ydim, tashlab qo'ydim, qaytib qaytmadim. Lekin hali ham imkon bor. Mana vaqti kelibdi, boshladim. Shunaqa chiroyli qilib yuritishga harakat qilaman kundaliklarimni. Bu katta kundalikni qo'lsali ko'rib turibsizlar, temirli, juda qulaydi, men uchun qulay. Lekin negadir yaxshi ko'rib, qulay deb ishlatgan taqdirimda ham atigi bir dona kundaligim mana shunaqa temir bo'lsa-da. Qolganlari oddiy bloknot daftarlar. Hatto yoshligimda 2015-yillar, 2014-16-yillar hind seriallari bo'lardi, o'sha mashhur. O'sha hind seriallarida hindlarning rasmlarini olib yopishtirib chiqib, anketalar qilib, nimadirlar qilib yurardim. Bu ham o'sha sizni dunyoqarashingizni, fantaziyangizni juda kuchaytirib beradi. Realni sokin bo'lib qolasiz. Meni ishim, hayotim stresslardan iboratda. Ko'pincha yolg'izlanib, o'sha stresslarga ko'milib qolganimda alamimni shu yozib, chizib, yopishtirib olaman. Xuddiki sekin astalik bilan bu sizga terapiya bo'lib boradi. Shunaqa gaplar. Bu kundalik yuritishi hali sizlarga rosa ko'p ko'rsatib o'rgataman. Hali o'zim ham mana shu 14 yildan beri yuritayotgan bo'lsam, ekspert darajasida emasman. Shunchaki
anavi samouchka bo'lib, o'zini o'zi o'rgatib, qiziqibda shunaqa shinavandasi bo'lib o'rgangan qizman. Hali qiziqarli unaqa kundaliklarimni ichigacha obzor qilib, nimalarni yozdim, qayerda qanday bo'ldi. Deyarli bilasizlarmi, kundaliklarimni ko'rsatganimda o'qimaganinglar ma'qul. Sababi inson baribir o'z fikrlashdan kelib chiqib yozadi, sovub qolasizlar.